boya oxirgi 100 so'mga narsa olib keldi. O'shanga endi hozir mana ochyapmiz. Haqiqatda pulim qolmadi-da. Bo'lganda berardim. Pul beraman dedim. Qizim. Qizim kelyapti ochishimga. Yo'q, loshga bor ekan. O'zimizning milliy so'mimiz bor. Mana shu nima narsa? Bilasizlarmi nimaligini? Bunday qilsanglar, niza solamiz uni ishga. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Nima ixtiyor sharti qo'yganman. Qisqasi pul qolmabdi. Sin-sin atkiroysa degan joyi bor. Shula. Ochamiz, qani? O. Oxirgi $100 ham. O'ta oxirgi qoldi sanashkam. Nima aytdi? So'm bor. Bunday qarasam normal emas. Pullarimiz bor, 200 mingtalik. Haliga kunimiz ko'p. Mo'ljalimizdan ko'proq summa ketib qolyapti. Allohim o'rnini to'lg'izadi. Iloyim. Ha qizim, hozir qizlarga rasxod qilib tursam, keyin qizlar nima qiladi? Yetishadi hali. Oxirgi mana $100 ishlatyapman. Hozir kasingizga to'layman. Kunimizga mana shundan to'layapmiz. Har bir kunimizga. Tashda endi bitta qog'ozmasi sal kamroq to'layapmiz. Qiynalmaylik deb. Bolalar maza qilsin, shaxmat o'ynasin deb. O. Mencha silanchi terga boraman. Uy mana asal qizim mana. Muslimaga qoldirdingmi bu gapingni? Muslimadan o'rganga. Asal qizlar. Stolimiz ishlab qolmabdi, qo'lmay uni olib chiqaylik. Oxirgi pulimizga nima olib chiqamiz? Oxirgi summani to'laymiz, dacha olib, yana nimadir olib chiqamiz. Kuzatishda davom etinglar.